Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilarim. Bugun biz 27-may kuni Surxondaryo viloyatini Sherobod tumanidan Boysun tumaniga yo'l oldik. Boysun tumanida ham juda ham muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar bor. U yerda Xo'jabay xona, Omon xona va yana boshqa ziyoratgohlarni yo'l-yo'lakay ko'rib ketaveramiz. Sizlarga ham mana shu ziyoratimizni onlayn e'tiboringizga havola qilamiz. Hammamizga bugungi kun xayrli, barakali bo'lsin. Bizlar mana bu sizlar ko'rayotgan tog'lar Surxondaryo viloyatining Sherobod tumaniga qarashli tog'lar. Mana anor yurakka dalolat, yurak o'chirishi belgisi. Qaranglar, oq qizil tog'lar bor ekan. Mana bu Sherobodning yuqorili tog'larini ko'rsanglarchi. Bor, daryo bor, quyosh bor, tuproq bor, hamma narsa bor. Mana Boysun, tog'larga o'xshatyaptilar. Xitoy, Hindiston, Shri-Lanka tog'larga o'xshaydi. Qaranglar. Tog'larni rang-barangligini ko'ryapsizlarmi qizlar? Mana qaranglar. Oq, sariq, qizil. Shunaqa mineral metallar hammasidan bor degani. Buni men keyin tushuntirib beraman nimada, mana bu yoqda qaranglar. Baxmat. Bir xil ko'ylak materiallarimizni tasvirini ana shundan olganda. Havo shunaqa zo'r, bugun yomg'ir yog'yapti. Mayli. Salqin. Xalqda yashagan Pirsinskiylar. Qishloqda chiroyli. Bu joylarda bir kino olsa, kinoga olganda, kino filmlar oladigan joylar ekan. Mana rejissorlar, mana sizlar uchun film oladigan qishloqlar, klip oladigan joylar. Qaranglar, tayyor manzara, dekoratsiya ham qilib o'tirmaysizlar. Mana Boysunga kelinglar, bu joyda syomkalar qilinglar. Chiroyligini, bu yog'i tog', bu yog'i bog', bu yog'i daryo, hamma narsa bor. Mana ko'ryapsizlar, oq tuproq, qizil tuproq, qora ko'mir. O'sha Xudo Jabroilga bor yerdan nima olib kelgan deganda har xil tuproqdan olib borgan ekan. O'shancha odamlarning ham rangi har xilda yerda. Jigar rang, qizil odamlar ham bor. Indeyslar qizil bo'lgan, qizil tanli deydi o'shancha. Sariq, mana o'rislar, bug'doy rang. Mana nimalar, Afrika tomonlari qora tanlilar. Qarada, haqiqiy shu gaplar hammasi 100% to'g'ri-da. Mana rang-barangligini qara. Mana go'zallik. Mana tog'ni qara. Mana Shvetsariyada. Shvetsariya, Boysun O'zbekistonning Shvetsariyasi ekan. Odamlar qancha pul to'lab Shvetsariyaga boradi. O'shani agar bu joylarni ikkita to'g'rilmasa, turizm qilsa vobshe, yana ham ana o'sha teshikni ochib bo'lsa kerak-da. Ana. O'shamikan menimcha. Bu yoqqa chiqib bo'lmaydi. Bu joylarda bor-ku, qadimda Zardushtiylik, o'sha xalqlar yashagan joylar bu joylar. Tuproqlar.
daryo. Kinolar oladigan joylar ekanda bu joylar. Qishi sovuq bo'lsa kerak, ha? Hozir biz Omonxonaga ketyapmizmi? Yo'q, Xo'jamayxona. Ha, Xo'jamay. Tog'larning ichida ekanda ular. Biz kechagi Sangarda eslamasam, xuddi shunaqa sifat o'tdi-ku, перевод. Xo'jamayxona. Qaranglar qizlar bu tog'larni. Tog'larni Yaxshi, sifat Ha, oldik. Ko'p o'rtasidan ketyapmiz. Men tirkasini ham olib oldim. Ana tabiatni tomosha qilib ketishyapti mazza qilib. Ha, Darband. Bu amaliyot bazasi. Qanaqadir mashg'ulotlar o'tarkanda bu yerda. Kanadan ana odamlar kelyapti. Mana bu yoqdan tog'. Qarangda xuddi chegarada yopiq. Tog' yopiq. Xo'jamayxon, mana shuncha odam. O'quvchilar, sayyohlar. Sayyohlar bor. Mana koreyaliklar ham bormi deyman. Doimo jarisi. Turistlar ham bor. Mana daraga kirdik, Dilyana daraga kirdik. Qaranglar qizlar. Videolarga ol. Olyapman. Hay. Voy. O'shancha siz u yoqqa bir boring degan ekanman. Bu yog'i daryo, o'rtoqlar, tabiatni qaranglar. O'zimizda yurtimizda shunday joylar bor ekan. Joylab Shu joydan odamlar yo'l ochganda ichkari kirgan ekanlar. mana kechagi nima deydi? Hozir Xo'jamayxona degan avliyolarga ketyapmizda qizlar. Mana qaranglar qanaqa joy, vibratsiyani o'zingizlar his qilsalaring kerak mana. Qanaqa joyligini. O'ta kuchli energiyani his qilyapman men bu yoqda. Qoyil. Shifobaxsh suvi. Ha, nima shu yerdan suv olib ketsak ham bo'ladi. Shu yerda olaylik, bizga Omonxonadan. Bittasidan Omonxonadan, bittasidan bu joydan. Mana ko'prikchalari bor ekan bu joyda. Mana o'tdik. Ana. Otingiz nima edi? Abbos birinchi kelishingizmi sizga? Yo oldin keluvdingizmi bu yoqqa? Oldin bir marta kelganman, ha. Ha. O'sha qolgan joylarga borganman, deydi ikkinchisi. Xo'jamayxona ziyoratgohi. Xo'ja buvam qoyilman. Xo'ja buvam shu joylarni makon qilgan ekanlar-da. Bu joylarda ana tepadagi gumbazcha o'shamikini. O'sha bo'lsa kerak, o'shanday. Sangardagi 2 ekanda bu. Qoraqalpoqlar ham kelgan. Chiqib bo'lmasa kerak, ha. Manimcha chiqib bo'lmasa kerak. Lekin mana bu yerda kichkina yo'lakcha bor ekan. Biz peshkom chiqsak bo'ladi menimcha. Qani o'zi ko'ramizda. O'rtoqlar qaranglar, buni ajoyib energiyaligini. Ha, chiqsa bo'lar ekan. Ha, chiqsa. Zinadan nariga tepaga chiqar ekan. Aha. Mashinani qayerga qo'yasiz? Siz qo'yib olsangiz, keyin bir issiqroq kiyimlarimizni olib, paskalarimni ham kiyib olaman. Tapchkamni almashtiraman. Makasimni olib keldim yaxshi ham.
dam olish bo'ladi mana. Qizlar ko'rpa chop ketyapti. O'pka zo'r toza bo'ladi-da qizlar bu joyda. Ana shular xo'jamayxona bo'lsalar kerak, o'shalarni qarorgohchalari, joylari. Bu yerga kelib aytganda mana so'rilar bor ekan, suqachalar bor ekan. Mana bu yoqqa o'tib, ko'priklar shuncha qulayliklar qilingan ekan, qoyil. Qanday joylarga keldik deyla. Hay. Aferin. Hay salqinligini qara. Vah! Qoyil. Hidini qara, tog'ida hidini. Sizlarni hidlashinglarni imkoni bo'lganda edi qizlar. Juda ham kuchli joyga keldim, juda ham. Vah! Qoyil. Ey. Hozir kiyinib olamiz. Qizlar joylar energiyalarni olinglar. Juda ham muhtasham joy mana Xo'jamayxona. Blog'i ham deb qo'yilgan. O'sha yerdan suv ham olib ketamiz. Tog'ni qoq o'rtasidaman. Bu yoq Qashqadaryo deyaptilar. Shopirimiz nariyoq taraf deyaptilar. Bu yog'i Surxondaryo. Boysunni Xo'jamayxona ziyoratgohidaman. Juda ham ajoyib. Energiyalar sovuq qotaman. Hozir kiyib olaman. Juda ham shamol va joylar siqina kiyinib oldim. Va shu sovuq Xo'jamayxonaga kelganinglarda nima olinglar? Issiq kiyimlardan olib olinglar. Mana qaranglar. Hay. Energiyalar tushyapti. Kattaligini. Men bilan ketdi yuringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Voy, Surxondaryo bu bizani O'zbekistonimizda bu Zumrad, Gavhar viloyati ekan-ku o'rtoqlar. Oltin, olmos, olmos, brilliant. Brilliant Surxondaryo number 1. Voy. Hay, mana uni qaranglar. Voy. Men nimaga Nur ustozlarim bu yerga jo'natishganini endi bildim qizlar. Bu joyda juda ham katta kuchli podkulchatsiya bo'ladi. O'shaning uchun bu yoqqa jo'natishgan ekan. Mana endi hozir yo'lechani qilishganini qaranglar, qanchalar odamlar uchun qulayliklar. Assalomu alaykum. Xo'jam, Nur ustozlarim, buyuk tog'lar. Ana pudinami, tog' piyozimi nima edi? Qarada hidini. Bu yo'llarda bir hafta qolish kerak. Bu joylarda. Mana keldik biz. Mana bu yo'lda. Endi bunaqasiga chiqamiz. Tayilmaysan, ehtiyot bu jonim. Qani? Bemalol chiqsa bo'ladi. Bemalol. Faqat shoshmanglar, ag'anab ketma. Qo'rqma jonim, qo'rqma. Qara, hammasi udobniy qilingan ekan. Mana bu zina zo'r qilingan ekan. Bismillah. Ana. Men chiqib oldim deyil. Tushasizlar. Faqat ehtiyot bo'ldi. Sizlar shu qishloqdanmisizlar? Shu qishloqdanmisizlar? Sovuq qotmadingmi? Yo'q, biz Termizdanmiz. Termizdanmi? Ustingga kiyib olmadingmi? Bilmabmiz-da. Aya! Kelaver, yaxshi ekan. Chiqib olasan. Men qaranglar, bitta tushinglar, xo'pmi? Ehtiyot bo'linglar, yiqilmaysizlar, qo'rqmanglar. Ana sen nima ikki xil tapichka kiyib olding? Adashib ketdimi bu? Yo tapichkasini suvga oqizib yubordinglar. Nima qildinglar? Qo'rqma, kelaver, deylar. Hay.
Mana bu buncha zo'r joylar bor ekan. 3000-4000 dollar pul sarflab Shvetsariyada pishirib qo'yibdimi? Mana Shvetsariya. O'zimizda shunday joylar bor ekan, u. Mana shu joy bor-u 40 kun chilla qilsa shunday zo'r patkul chatsa bo'ladi Xudoga. Tog'ni tepasida. Ofarin. Qani bismillahir-rohmanir-rohim. Bu joyda juda kuchli avliyo bo'lganlar. Bu yerda yashaganlar. Bunday joylarda juda kuchli energiyaga ega bo'lgan, ruhga ega odam yashaydi-da. Mana qaranglar qanday obod qilibdi yurtdoshlarimiz. Kim shularni obod qilgan bo'lsa, ming rahmat. Baraka topinglar. Allohdan necha baravar bo'lib qaytsin. Shunchalik obod qilibsizlar. Mana Xo'jamayxona ota ziyoratgohi 11-21 asrlar. Ushbu maqbara majmuasi UFD professor Xolmuminov Jumanazar Toshtemirovich tomonidan qayta qurib bitkazildi. Ushbu majmuaning quruvchilari Machaylik Mullo Farmon, Usto Yusuf, Oybek Otabek, Shavkat va Muhiddinlardir. Machay qishlog'im hududi bor juda ham. Shu joy haqida ham eshitdim. Ular qilishgan ekan-da mana. Qani, bu yoqdan o'taylikchi. Bu yoqdan chiqdim. Mana shunchalik qilishganini ko'ryapsizlarmi qizlar? Shunchalik qilishganini. Mana ehson qutisi ham bor ekan bu joyda. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tepadan ko'ringanda mana qaranglar. Suvlar. Mana bu yerda kravatda odamlar o'tirarkan. Bu joylarga bir kun vaqt ajratib kelish kerak ekanda. Xo'jamayxona bulog'i. Mana ulkan qorli tog'lar qaranglar. Judayam kuchli joy ekan. Katta rahmat shu joyda energiyalari uchun. Xo'jamayxona hazratlari avliyo. Ularga ham katta rahmat ruhlariga tashakkurlar, minnatdorchilik bildiramiz. Judayam chiroyli joy qilishibdi. Qizlarjonlar, albatta yo'llar tushsa, hatto maxsus shu joy uchun ham tashrif buyurish katta ishda bu nimaga? Surxondaryoga, Boysunga arziydi. Hatto bitta shu joyda o'ziga kelishga ham arziydi-da. Yo Rabbim, qanday joylarni nasib qilganingni qara ko'rsatishga. Boshlarim ko'kka yetyapti. Bu saxovatingdan. Hey! Go'zal tog'lar, ulkan tog'lar, purviqor tog'lar, katta rahmat. Eshityapsizlarmi? Energiyalar uchun katta rahmat. Xo'jamayxona bobo, katta rahmat energiyalar uchun tog'lar. Sevgimni qabul qilinglar, ilohiy sevgimni qabul qilinglar. Eshityapsizlarmi? Rizq, baraka, yomg'ir yog'yapti. Katta rahmat energiyalar uchun. Shu yurtlarda tug'ilganim uchun ajdodlarimga katta rahmat. Ajdodlarimga minnatdorman.
tashakkurlar bildiraman. Hammalaringizga ulug' tog'lar, viqorli tog'lar. Katta rahmat. Hammalaringizga ilohiy sevgimni qabul qilinglar. Mana endi tushamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Da. Bu joydan ehtiyot bo'lib tushish kerak ekan. Chunki siypanchiq ekan. Mana oyog'imdagi nimaman, makasimaman, biram siypanchiq. Eson-omon tushib. Nimani? Videoga olib tushib yotimmi? Yo'q, mana diqqat bilan farishtalar, aziz avliyolarning ruhlari quyruqlab poddershka qilishadi. Ehtiyot bo'lib tush bo'tam deb mana Allohga shukr tushdim. Shuncha balondan tushdim, qaranglar. Katta rahmat. Voy. Ketkim kelmayapti bu joylardan. Kelib bu joylarda turish kerak-da bir kechgacha. Mana yozgi kunlarida bu yog'i uxlab, to'yib uxlab. Meditatsiyalar qilsa ham bo'ladi, ibodatlar qiladigan, chilla qiladigan joylar ekan-da, o'rtoqlar bu. Qaranglar, voy. Ko'ryapsizlarmi yomg'irda yog'ayotganini? Mayda baraka yomg'iri. Shu telefonni o'ylab topsaydi, hiddi ham odamlarga hiddi ham bilintiradigan. Endi hidam zo'rda. Tog'da hidlari. Tog' piyozini hidimi, pudinani hidimi? Mana oqni ko'ryapsizmi? Mana tepada ana shu nima deyiladi? Ruh. Mana oppoq. Ana. Ko'ryapsizmi? Ana shu ruh. Mana chat tarafdagi tepadagi ruh. Hammasi ilohiy o'rtoqlar. Ana ko'ryapsizlarmi? Mana. Ana telefonimga ham tushdi. Ben berprasaja aku saja jadi saja Ajuni sebang berprasaja adi saja juga saja ekam kari satnam kari tapuri nirvana Ajuni Devan berprasaja adi saja hedi saja dari khosbi Asbülemiz laleçe, asbülemiz laleçe İsa durur salam verir, asbülemiz laleçe Anan, nay. Oh, süper. Maşallah, subhanallah, elhamdülillah. Divorasla da bu joyda. Oh, mana energiya, mana bu yerda energiyalar ko'rinadi mana. Mana bu yoqda ham anaqalar bor ekan. Mana bu joyda ham qirgoyi qilib qo'shiq aytib boryapman. Tabiatim chiroyliligidan. Dillagaliya
मेरी तुमसे प्यार करते तुमसे प्यार करते तुमसे प्यार करते दिल लगानी मेरी प्यार करते तुमसे प्यार करते mana shu oq to'q narsa yuribdi-da. Mayli. Ketdik endi biza. Omonxonaga ketamiz endi bu yerdan chiqib. Juda ham mazza qildik, bilmayman, yarim soat bo'ldikmi bu yerda, 1 soat bo'ldikmi. Xullas qilib odam ketgisi kelmayapti. Lekin nima qilamiz? Ha. Mana bu yoqda ham demak nimadir o'tadigan joylari bor ekan. Ana tog'da suvini tushayotganini qaranglar. Bu joylarni rasmga olish kerak videoga. O'quvchilarimga bo'lishim kerak bu joylarni. Energiyalarimni to'liq o'tkazib berishim kerak. Hay. Zumrad ko'lmi bu? Ajoyibligini qaranglar. Qayerdan olamiz suvni? Hozir olib berishadi. Ha, o'zingiz olib berasizlarmi? Assalomu alaykum. O'zlar olib berar ekanmi? Ha, bo'ldi, men video qilib kelaman. Joyga kelib endi shu yerdan chiqib ketmayman. Opam suv olguncha bu yoqda ko'rib kelaman. Odamlar o'tiribdi-da, bu yoqda ham qandaydir qirrali joylar. Mana o'lchalar. Bu yerda piknikka o'xshagan narsa qilishar ekanda. Mana olov yoqib ovqatlar qilishib, mana bu g'orlarni qop-qora qilib tashlashibdi. Shashliklar qilishgan. Voy, mana bu yerda energiyalar tushib qoldi, qaranglar. Uxti, головой energiyalar. Vah. Ana, ko'ryapsizlarmi energiyalarni? Bu insonni nimasida bor-da bu. Rasmda tushmayapti qizlar. Faqat videoda tushib qolyapti bu energiyalar. Moshniy energiya. Super. Головой energiya 6-chakrani energiyasida bu rangi. Bunaqa. Ajoyib. Mana yana kelishyapti. Oyla bizni qora mashinamiz. Mana energiyalarni olinglar qizlar. Juda ham moshniy energiyalar. Vay. Odamlar o'tiribdi mazza qilib. Bugun dushanbada, shanba yakshanba emas, o'shaning uchun odam anaqa.
ko'rdim. Men tushib ketyapman endi. Deb chaqirdi Dilya. Ketdik dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qaranglar. Men shu joydan chiqdim-da. Endi shu joyga tushaman. Katta rahmat shu joyda energiyalariga tog'lagan. Mana shu tog'da orasidan yana o'tib ketsa bo'laveradi, ha, yo'l bor-da, ha. Kanadani ham voy deb tomosha qiluvdim-da YouTube'da. Mana o'sha. Mana ko'prikchadan o'tdik. Ha. Endi omonxona. Omonxonaga Boysunga qarar ekanda. Shularni bilmayman. Shu yurtda yashayman. Bu yoqqa kelganimdan keyin bilyapman shuni. Voy. U yoq Qashqadaryo, Buxoro. Rahmat. Ha, da. Endi to'g'ri mana bu telefon odam ko'zi ko'rganchalik ko'rsatib bera olmasa, voy. Ko'rsatib bera olmasam, lekin nimadir energiyalarni olinglar, his qilasizlar. O'shani qayerda aytgan bo'lsa, mana dedim, ko'rdim, nasib qildi. Samolyotda ketishga olib qo'ygan bo'lsam ham o'ylamadim, bunday tog'lik, bunday zo'r joy deb o'ylamadim. Men shu teshik nimadir ko'rdim. Bu yoqda ham bor ekan, bu yoqda ham borlar. Ichki harakat ketadi. Mana yana kino oladigan qishloqchaga keldik. Mana bu qishloqda uylari, xuddi o'zimizning qishloqda uylaridek. Endi bularda serobgarlik, ya'ni daryo bor, tog' bor. Yo'llar lekin yaxshi qilinibdi. Yoqqanda bu yoq, tog'da o'rtasidagi qishloqcha qaranglar. Yelinini qara. O'shancha sut qatib yurdi. Mana shu Boysun bahori bo'ladigan joy ekan, o'rtoqlar. Chiroyli joy. Biz omonxonaga qarab ketyapmiz. Boysun bahori bo'ladigan joydan o'tdik. Omonxonaning yo'llari. O'sha mashhur O'zbekistonga, O'rta Osiyoga mashhur omonxona. Hazrat
Fatih Sultonmi bir narsa deb yozilgan ekan. Qaytishda qaraymiz. Bu joylar ham mana ekan. Mana omonxonaga keldik o'rtoqlar. Shaharcha ekanda bu. Qara. Bozorchalari. Choylar yana nimadir bor ekan. Mana hostellari. Xona davolash maskani. Qo'yi. Shu yerdan kirib ketsa bo'ladi. Ana ovqatlansak ham bo'ladi, ha? Ichkarida ham bor. Mana o'rtoqlar biz Surxondaryo Boysun tumanidagi omonxonaga keldik. Mana shuncha yildan beri hech ham kelmagan edim. Faqat aylanib ketamiz. Gruppalar uchun kiyimlar, mana giyohlar, hamma narsa bor. Bitta etapiga chiqdik. Shu joylarda bir lagerlar ham bo'lsa kerak deyman. Boysun tumanining turizm salohiyati. Sherobod tumani. Boysun. Uzundara qal'asi bor ekan, ruhdan aytdi. Bu Iso Imom Termiziy. Zahra Utsoy Qoyatosh suratlar mana buni aytuvdim-da. Xo'jay Kontus nima? Meteoritli ko'l bor ekan. Meteoritli ko'l. Shalqon. Voy, bu qaysi biriga borib ulguramiz, ha? Kanonlar mana. Qizil kanyonlari. Qizil kanyon. Tangisar ekan bu, ha? UNESCO himoyasiga olingan hunarmandlar markazi. Mana bu joylarga borgim keladi. 92 kilometr ekan. Mana bularga ham borgim keladi. Xo'ja Qo'chqor, mana. Xo'ja Qo'chqor ota anomalik hudud. Anomalik deganda juda ham yaxshi energiya, mo'sh energiya bilan So'f olayor maqbarasi. Xo'ja Ilon sanatoriyasi. Zovboshi kichik turizm zonasi, Oltinsoy tumani, Sariosiyo tumani, Omonxona dam olish markazi, Teshik tosh g'ori, 140 ming yillik qaranglar. Machay g'ori, Qorong'u yulduz g'ori, Xo'ja Mayxona. Mana hozir bu yoqdan keldik. Darband chegara istehkom va temir darvoza uzun dara qalasi, Sayrob chinori. Mana Sayrob chinoriga bordik. Mana bularni qanchasidir ko'rdik. Mana shu poyni bizaga nimada ilohiy programma. Boysun tumani yuqori turizm salohiyati va betakror tabiiy landshaftga ega to'ppa to'g'ri. Shuni bitta rasmga ham bu eng boy reportajlarim bu Surxondaryodan bo'ldi-yu. Buncha joyi bor ekan buni. Shuda bu hit qachondan beri kelib yotibdi. Uxti. Mana bu yerda odamlar turadi. Odamlar yashab zaynat qilishadi bir haftami, 10 kunmi. Ana qaranglar. O'tovlar mana, o'tovdi ham. Bu ham hammasi nima? Mana bu kammi bular ham. Yo, bu arenda uylar ekan. Mana Qizilcho'lda mana bu yana bitta avliyomizning joylari ekan bu. Qamari Aziz ziyoratgohi. Xo'p, o'qiymiz. Hazrati Kamar Aziz ziyoratgohi. Davlat muhofazasi olingan. Qamar bo'lsa oy bo'ladi. Kamar. Qani bismillahirrohmanirrohim. To'rida qabrlar turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday balandliklarda
bo'ladida bularni joylari. Qanday chiroyli qilingan ekan. Bu joylarni biladi ekanlarida bular. Oh, tepalarda ham uylar bor. Ana. Yomg'ir nima qilib ketmasin deb. Assalomu alaykum. Nima qilingan ekan, qara materialda yomg'ir uyutmasin. Ana shunday qabristonlar hammasi ochiq tursa, ochiq bo'lsa hammalarniki. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu joyda tabiatini qaranglar. Qizlar mana bu yo'llar chuqur. Xuddi tarilga Merkaba tushgandek. Bu joyda tabiatlarning go'zalligini, landschaft deganda, baxmal, yerga to'shalgan baxmal. Mana sanatoriya. Mana sanatoriya, otelmi, uylarmi? Mana qaranglar. Bodom ekan. Bodom. Niyat qilib bitta bodom olaman. Tabiat. Necha zamonlardan beri bu tabiatga chiqmay qo'ygan ekanman. Tabiatdan uzilib ketib. Bu nima daraxt bo'lsa? Mana qara, ajoyib. Nima ekan? Bilmayman nima daraxt ekan. Bargidan ham boshqacha. Bular bodom. Olxo'rimi? Bular bodom. Olxo'ri bilsa kerak balki. Shuni hidi kelib turadi, olib ketgina. Shu tog'ashchasi menimcha değil. Yo'q, uncha hidi yo'q ekan bunda. Bilamoq bilsa kerak. O'singlar katta bo'linglar, odamlarni quvontiringlar. Ketaverasiz yerda hech chegarasi yo'q. Hoylar odamlar. Suv bo'lsa kerakda o'sha yerda. Mana tog'larni. Bu ham Mestasiylarda bilinib turibdi shunday Mestasiylar ekanligi. Yurtimizdan qancha odamlar, Tojikiston, boshqa joylardan ham, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistondan kelib ham bu omonxonada qancha shifolanib dam olib ketishadi. Sanatoriyada. Ajoyib. Ketdik. Bora yurtni tan olarkanki, hamma joyi avliyo. O'zbekiston avliyolar yurti. Bular lichiyning joylari bular. Lichinya. Masiylar. Mana o'choqchalar bor ekan. Xuddi shunday. Mana o'choqcha, quduchalar. Mana omonxonaning eng baland joyiga chiqdik. Mana qizlarjonlar, uyg'oning, butun yurtingizni, butun viloyatlarni, hududlarni aylanib chiqib energiyalarni oling.
Raduga ekan bizani yurtimiz. Mana hozir shu yerdan chiqdik. Bizani yurtimiz kamalakli o'lka ekan. Hamma energiya bor. Hamma ranglar, har bir viloyat o'zgacha. Judayam ofarin. Mana bu daraxtni qaranglar, shiringinaligini, dumaloq. Butun hududda gupillab hidlari, mana tog'ni hidi, tog' giyohlarning hidi gupillab urib yotibdi. Mana shu hududlarning o'zida. Mana bu yoqlar juda ham chiroyli ekan, Dila. Mana ko'ringlar qizlar, Omonxona sanatoriyasi. Oho, mana ketaveradi shunaqa yo'l. Ajoyib. Antana teresi hayya, cendina dana. Mana shunday nur ustozlarim tez o'tkazib tashlayaptiki, mana hamma joyni ko'r. O'sha odamlarni turizmga o'tkazish kerak. Odamlar uydan chiqish kerak. Ayollar tabiatni, yurtini sevishga. Da o'tovlar tinch xotirjam dam olish. Qo'y. Necha kunga kelishadi bu yoqqa? Bilganimcha. Eng kami 5 kun. Qizlarjonlar, yurtimiz nihoyatda go'zal. Yurtimizga gap yo'q. Salgina yomg'ir tomchilagandek bo'pti, lekin zo'r, yaxshi. Havo juda ham zo'r. Hayqiraman tog'lar bag'ridan, gumbirlagan sado keladi degan she'rlarimiz bor. Mana ichida polni nima kerak bo'lsa odamlarga bu joydan hamma narsa bor, xullas kelam. Mana bu oshqozon ichaklarni tozalashga oldim. Endi bizlar bu joylarga kelishimizdan maqsadimiz qizlar, endi nur ustozlar kuratorlar ushlamaydilar bejon. Nur ustozlar kuratorlar 12 barmoq ichakni tozalashimiz kerakligini, yuraklarni tozalash kerakligini, butun tana organlarini tozalashimiz kerakligini ko'rsatishyapti-da. Shuning uchun biz mana shu tabiat joylarida yuribmiz, ko'proq tabiat joylarida bo'lishimiz kerak. Shuni ko'rsatishyapti-da. Mana qizlar mana bu yerdan Omonxona suvidan olinadi. Mana odamlar bu yoqqa kelib, mana shu yerdan suv olib ketadi. Isrof qilmang, iltimos. Qaranglar, qo'polni Omonxona suvidan olib ketishyapti. Zo'r akkuratlik qo'yishgan ekan-da. endi chayqaningmi? Yo'q, mana endi. O'zi yangi idishda buni chayqash nomida bir Mana shu baklashkalardan olib, baklashkalar endi arzon. Olib mana shu yerdan uyingizga olib ketasiz-da. Biz ham mana 5 litrli olyapmiz. Mana yana kelyapti. Kelaversin. Omonxonaning bozorchasi. Kiyimlar nava. Rahmat Omonxona energiyalar uchun. Yo'q, darvozalik joy bor-ku, arkali joydan o'tdik.
O'sha joyda dedi. O'zi Hazrati Sulton deb qo'ydi. Keyin ana eski oldingmi rasmni? Mana Hazrati Sulton Vali Balogardon ziyoratgohlari oldim. Ha, mana bu yoqda tilnaga bor ekan. Hazrati Sulton Vali Balogardon ziyorat bo'ldi. Bu ham avliyo ekanlar. Haydayim çoğun? Ha, hayday bo'ling. Mashina kirsa bo'ldi. Mashina kirsa, mana mashina bor ekan kichkina. Kirsa bo'lar. Buxoroda ham bitta Qambarota Balogardon bor ekanlar. Ularga ham yo'l-yo'lakay kirib o'tdim. Hammalar avliyoda bularni. Hazrati Sulton. Mana ruhi quvvat. Mana. Shu ekanmi? Nechta ekan deylar? Bu yerda qabr yo'q ekan. Qara. Ajoyib. Biza bu masjidcha ekan nima? Odamlar kirib namoz o'qiydigan masjid ekan. Ha, bu yo'lakcha ekanda. Boyagi joy aytingki, boya narigi Hazrat Qamar bilan ikkovlari bitta joyda ekanlar. Ana Hazrat Sulton. Joylarni ham deyman. Dilya. Shunday tog'ni o'rtasida. Tuya bor ekan bitta. Mana. Tirik tuya. Ana po'st tashlayaptimi deymanda. Terisi ko'chyaptimi deyman. Mana bug'doylarni qaranglar. Bug'doylar pishib to'kilib ham bo'lgan. Mana yo'q ichida. Teri bo'lib tushgan. Demak, o'zini tushganida hay. Butun qabriston bug'doyzor ekan buni. Rizqdan bu shamollarda to'kilgan. O'zini urug'idan o'zi chiqib yotgan menimcha. Shu tepadan shularni olaman dedim, shu ekanda o'sha. Ham yo'lakcha bilan Hazrat Sultonga boryapti. Mana naqshday qilingan. Shunchalar payg'ambaronga 1-2 Qur'ononga kurslarim shunchalar kuchli kurslar bo'lgan ekanki, mana endi ko'ryapman-da, dil. Payg'ambarlar, ulug' avliyo, azizlar uchirib yuboryapti-da butun dunyoni. Shu qadar insonni agar poklab tashlar ekanda, agar bu kurslarni oxirigacha borsanglar, qizlar boru shunaqangi poklanib, tozalanib, barakaga kirasizlarki, faqat o'shangacha kuchlaring yetib, sabr bilan borsalaringiz, butun olam sizlarniki. Butun olam. Mana keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Sulton avliyolarga keldik. Mana shu joylarda shular yashagan ekanlar. Mana bu eski toshlar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Bilsa bo'ladi eskiligini, piramida shaklida. Assalomu alaykum. Yulduzlar nima ekan? Yaxshimisiz? Salomlashdilar biza mana. Xush kelibsizlar deb. Tinchib qoldi, qara. Tinchib qoldi havo. Mana bug'doylar ham zo'r bo'pti-da, o'zi ham. Mana bug'doylarni. Mana devorchalarni qilgan. Mana u devorchalar tepadan shunaqa chiroyli, ajob to'g'ri ko'rinib yotibdi. Tavba. Mana bu devor qurishganda odamlar endi mana maydonliklarni. Bug'doy ekadi, endi mollar kirmasligi kerak, echkilar deb o'rab qo'yganda devor qilib. O'sha joy qopda bug'doy o'rimidan qolganini o'rib olishibdi. O'shani aytaman, mana devorchalarni qarada, ajoyib ko'rinib yotibdi. Toshlardan devor qilgan odamlar. Ana
nima esimga tushdi, Chinor ostidagi duel. Nortoy. Ey gullagan yoshlik chog'imda, sen ochilding kun ko'klamda. Shundan beri xayolimda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda qalbimdan diyorni quchoq gullar tergani. Rahmat tog'lar, ey ulkan tog'lar, qirlar, dalalar, ey Surxondaryo. Qalbingni, yuragingni ochib kutib olganing uchun tashakkurlar. Shunday olamlarni yaratgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarga, ulug' aziz avliyolarga sevgilarimiz bo'lsin. Samsara bug'doy qizlar. O'rishadi endi bug'doy. Rangini oltin rang, tillarang. Ilohiy kod borda bug'doy bunaqa rang bo'lishdi. Mana qizlarjo'lar, biz Boysun shahridan o'tyapmiz. Mana qaranglar, shahar haqiqatdan ancha o'zgargan. Mana kuchuklar bor hammasi. Mana hamma narsalar bor. Uzum, yusel, hamma narsa bor. Pasta var yo'q ekanmi shu yerda? Qarab ketaveraylikda. Ana Boysun bahori. Bo'lgan joyga keldik. Hozir qizlarjonlar sizlarga bu joyda energiyalarni bo'lishaman. Tokzor, uzumzor. O'zi ham zo'r joy tanlashgan ekanda, qirlik, adirlik. Ana mana qaranglar, bu anor belgisi shu ekanda. Mana qizlarjonlar, Boysun bahori bo'ladigan joy. Turizm xaritasi deb qo'yibdi, map Boysun bahori. Mana biz ochganlar. Hunarmandlar markazi, Teshiktosh g'ori. Tak, Bibi Shirin ziyoratgohi. Bahori bo'ladigan joyga keldik. Mana Surxondaryo. Do'mbrani ham anaqasi qo'yilgan, mana Boysun bahori. Xo'p, mana arkasi, kiradigan arkasi. Mana buni qaranglar, shundoq chiroyli joy. Bu endi Boysun bahori bo'ladiganda Sherobod tumaniga qarashli tochka Anor. Anor ich kesilgan. Mana bu ham anor ich kesilgan. Ulna gumbazdur eshigi tuynigidan yo'q nishon. Uvaysi hazratlar yozganlar. Necha gulgun pok qizlar unda aylabdur makon. Yuzlarin ochib alarning holidan olsam xabar. Yuzlarida parda tortug'liq turarlar bag'riqon. Agar to'g'ri o'qigan bo'lsam, adashmagan bo'lsam, maktabda esimga tushgani. Mana endi sizlarga bir boshdan Boysun bahori bo'ladigan joyni ko'rsataman. Mana. Mana qaranglar. Tuzli toshlardan qilingan bu ehtiyot bunisi qo'lda kesadigan, buni qaranglar. Tuzli tog'dan olib kelingan. Hay. Buni qaranglar. Tuz toshlar. Bu juda ehtiyot bo'lib qilishgandir buni. Buni ehtiyot bo'lmasa, buni qaranglar. Kesib yuboradi. Ajoyib o'ylashgan, mana qaranglar. Tuz tog'iniki bu, Surxondaryoni. Mana Xo'jaykon tuz g'ori deb qo'yibdi. Tuz g'orini energiyalar mana bu. Mana ko'rib olinglar.
Sheroboddagi tuz g'orini tuz toshlari. Bu nima ekan? Zarautsoy qoyatosh suratlari. Ha. O'shani ko'chirmasini qilishganda bu yoqda. Boysun bahorida shu narsa qilingan. O'shandan ko'chirma, mana kiyiklar ovlanib o'tganlari, Zarautsoy, Zardushtiylik paytidagi energiyalar. Mana bu o'tov. Endi bu yil bo'lmadi shekilli Boysun bahori. Mana o'tov. Mikrovatlar. Bu Boysun bahori paytida juda kravatlardan o'sib chiqqan tikanlar. Mana ot aravalar qadimiy, tushunarli. Bizda tandirlarimiz. Ko'prikchalarimiz. So'zini palaklarimiz. So'zini palaklayim turibdi shundoqligicha. Lekin chiroyli supurib sidirib turishar, mana tozagina gulla ekilgan. Mana do'mbira. Naryog'u qishloq va Uzumzor. Mana bu sahna. Bu Angor tumani joyi ekan. Kristallarda mana shu yerdagilar hammasi kristallar. Mana bu yoqda ham do'mbira. Yasalgan do'mbira. Tandir. Mana Tokzor. Keng Tokzor. Mana naryoqdagi tog'lar, o'sha tog'larga borib keldik-da. Mana qarang, tog' yonbog'idagi qishloqlar. Tandirlar. Chiroyli kravatlar. Mana bu yerda hovlilar. Odamlar yashaydi. Mana gulchambarlar. O'tov. Sangardak bo'lishi kerak. Chunki kecha borsam shu xuddi shunaqa arka qilingan. Mana sangardak sharsharasi. Sari Osiyo. Mana Sari Osiyo. Har bir Surxondaryoning eng go'zal joylarini ko'chirib olib kelib qilishgan ekanda. Ko'chirmalari endi bularning o'zini asli ham borda. Bularni bitta ko'chaga yig'ilgan Oks Aleksandriya Kampirtepa. Bu eng qadimiy nimalari olinib qilingan ekan. Xo'p, Kampirtepa qayerda joylashgan ekan? Muzrabot tumani. Mana shu Kampirtepani maketi. Boysun bahori bo'ladigan joydagi maketi, ya'ni. Bolachalar chiqqan Boysun bahori. Butun O'zbekiston qatnashdi-ku Boysun bahorida. Mana bu Qumqo'rg'onniki. Suvon bor Qumqo'rg'onda. Keyin Qumqo'rg'on o'z nomi bilan qumli tepaliklari bor. Mana Surxondaryo viloyatiga bag'ishlangan ekan. Boysun bahori. Boysun tanlangan ekan bu joyga. Mana kashtalar hammasi. Bu yil bo'lmadi, adashmasam o'tgan yil bo'luvdimi deyman-de. Mana bizani qalampir nusxa do'ppilarimiz erkaklarniki. Bu Termiz tumaniki. Joyi mana yozuvlar bilan turibdi. Qish o'tdi, bahor o'tdi, kuz o'tdi. Oqqushlar. Termiz
gullar bilan qilingan. Boysun bahori. Charxpali. Gullar, arava, dekoratsiyalar juda ham chiroyli ishlangan. O'to hammasi uyg'un, oq qushlar turna minoraga uya qurgan. Ajoyib. Juda ham yoqdi, chiroyli. Sokin, hech kim yo'q. Orqasi tutzor. Mana dehqon bobo dekoratsiyalar. Nima deydilar? Qachon? Shu yoqqa keladimi? Hozirdan Nursaidova kelar ekan. Ha, konsert beradi shu yerda. O, mana bu yerda. 21da deydimi? Boysun bahori. Bo'ldi, mana shunday ana loysibog'i uylarni ham bitta oling. Ana minora. Ana bu yerda nimachalarda narsalar sotilgan. Yo'q, qarindoshimiznikiga. Tandirlar, o'zimiz tandirlar. Dekoratsiya zo'r lekin. Shunaqa menga yoqdi. Mana bu ati mana bu o'zimiz eski payg'ambarimiz paytidagi uylarda xuddi shunaqa to'rt burchak uylarda yashashga mana bu yoqda ham sahnada bu yoqda ham ashulalar bo'lib yotadi. Boysun bahor. Mana kichkina uylar. Mana bu mashhur minora Surxondaryoda bu ham naqshli qilingan, juda ham qadimiy. E'zozlanadi juda ham. Mana bu 5 yulduzli mehmonxona. Boysun bahori uchun qilingan. Mana qaranglar. Xullas kalom Jarqo'rg'on tumaniga qarashli ekan. Bunaqa narsalarga qiziqardi-da. Anorda ramzini ko'p ko'ryapman. Do'mbiralar, Bandixon tumani. Ana shundoq qilib Tandir festival. O'tgan yil Boysun bahori bo'lgan ekan. Har 2 yilda bir bo'lar ekan. Endi yana yil bo'lar ekan Boysun bahori 2026-yilda. 21-da mana bu yoqda stadionda Ozoda konsert berar ekan. O'shanga nima tozalab ishlari. Bu yerga odamlar ajratilgan, qarashadi. Mana Qiziriq tumani. Surxondaryoning Qiziriq tumani. Mana demak biz yashab o'tdik Surxondaryoni. Mana bundoq qaytaman. Oltinsoy tumani. Har bir tumanning o'ziga xos koloritini ko'rsatganda, berganda juda ham chiroyli joy tanlanibdi Boysun bahori uchun. Kenglik, tog'lik dalalar. Ajoyib. Mana shu joylarga ham keldim. O'zbekiston Tandir Fest. Surxondaryo. Bu yerda tandir kaboblari Surxondaryoni menimcha zo'r qurgan ekanda mana. Nechtadir davlat bayrog'i. Turkmanistonni tanidim. Koreya, Angliyani tanidim. Turkiyani tanidim. Rossiyani tanidim. Arenani, sahnani ko'rmoqchiman. Wow, chiroyli ekan. Mana hotel 5 yulduz Boysun bahori. Mana sahna. Ana shu yerda konsert bo'ladi. Endi yaqinda Ozoda konsert beradi deyishyapti.
bu joydagi uydagi aholilarga, qishloqga tarqaydi energiyalar. Juda ham chiroyli nomlangan. Gugusha boshlaganmidi, shuni eslolmayapman. Mana 12-chi. 12 emas. Boshlanar o'taydi. 13ga. Osmon. Naqadar go'zal, chiroyli. Mana qizlar men yaxshi ko'radigan katalpa daraxtlarini ekishibdi. Hali bu shunaqa shifobaxsh, yoqimli, juda yuqori vibratsiyadagi daraxt. Hali bu daraxtlar katta bo'lib, ulkan bo'lib, shunaqangi ko'rk beradi. Bu joylarga mana baxshilar ko'rk bag'ishlaydi hali bu joylarga. Kim daraxt tanlagan bo'lsa ham to'g'ri tanlabdi katalpani bu yerga. Boysun bahori deb yozilgan. Mana qizlarjonlar, bugun bir kunlik sayohatimizni Boysun tumaniga bag'ishladik. Surxondaryo viloyatini. Juda ham katta taassurot qoldirdi menda. Shunaqa muqaddas joylari, energetikasi, vibratsiyasi, mista silalari shunaqa ko'p, shunaqa zo'r joy. Bu yurt bilan, bu hududlar bilan, bu joylar bilan faxrlansak arziydi. Katta rahmat Boysun, sevgi uchun, mehr uchun, ilohiy sevgi uchun, energiyalar uchun, vibratsiyalar uchun katta rahmat. Abbosjon, sizga ham katta rahmat. Sog' salomat bo'ling. Abbosjon, YouTube'ga qo'yaveraymi? Qo'yaveram YouTube'ga. Bu yerda qo'yavering opa dedi. Meni otim Nurilla dedi. Ana boshqa taksichilarim. Bolachalar meni ham qo'yaman dedim. O'shanga Abbosjonga ham katta rahmat. Yuring mana bu joyni ko'rsaman, yuring mana bu joyni ko'rsaman deb. Mana bu joyda Boysun bahori bo'lgan, bu joyda bu bo'lgan deb aytdilar. Bizani o'zimizni ruhimizga hamohang shofyorlar uchrayapti-da. Qalblari toza, hayotdan жизнь радостный yashaydigan odamlar. O'shaning uchun vibratsiya o'xshash vibratsiyalarni tortib oladi-da. Katta rahmat Boysunga, Surxondaryo bizani quchoq ochib kutib oldi. Men umuman Surxondaryo haqidagi fikrlarim o'zgarib, sochilib, chochilib ketdi. Uni o'rnini oltin rang energiya, sevgi energiyalari egalladi. Katta rahmat. Men yana kelaman, to'ymadim Surxondaryoga. Endi o'quvchilarimni olib kelmoqchiman va bitta turimni shu yoqqa Surxondaryoga bag'ishlayman. Birinchi turimni balki 5 kunlik, 7 kunlik hech qaysi viloyatdan bunaqa katta material yig'ilmovdi. Hozirda o'zida bilmayman 3 qismlik ko'rsatuv tayyorlandi. Hozir 3 kun, 4 kun ichida. Yana hali 3-4 kun shu yerdaman, yana boradigan joylar bor. Bilmayman bu nechta ko'rsatuv bo'ladi. Hammasi ilohiy. Surxondaryo hududi ham, energiyalari ham bu joyda juda ko'p qadimiy xalqlar yashagan, Kushon davlatlari, Zardushtiylik, Budda, islom juda ko'p mana o'zimizning avliyolar, pirlar yashagan, Termiziylar yashagan joylar, payg'ambarimiz avlodlari juda qadimiy energiyaga boy. Dalvarjin tepalarga borib, Denovga ketguncha Kushon davlatlar, Gulobodlardan o'tdik. Men hamma joylarni tandim, bog'i, eram. Men payg'ambaronga 1-2 da o'tgan energiyalarni mana shu joyda ko'rdim. Xitoy energiyalarini ham ko'rdim, Tojikiston, Turkmaniston energiyalarini ham ko'rdim. Men nima deydi, boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman bunday yurt oldida, bunday viloyatimiz oldida. Qarangda, Surxondaryo o'zini musiqasi bilan, raqslari bilan, taomlari bilan, yerlari mana bu qir adirlari, tog'lari, suvlari bilan omonxonalarga borib kelyapmiz o'rtoqlar. Qarangda, sanayversangiz ketaveradi. Serobgar izobilniy toshka ekan O'zbekistondagi eng. Agar buni ko'pchilik bo'lib bosh qo'shib, agar turizm joy qilsak, Surxondaryo nomer 1 bo'ladi. O'zbekiston Shvetsariyasi bo'ladi o'rtoqlar. Ayniqsa juda ham nima deydi, millionerlarimizni Surxondaryoga bitta nazar tashlaylar degan bo'lardim-da. Ey o'rtoqlar, tashlaylar, turizm qilinglar bu yoqni degan bo'lardim. Katta rahmat. Men shu viqorli tog'larga, ulkan tog'larga katta rahmat. Bag'rini keng ochib kutib oldi. Bu yerda ulug' aziz avliyolarimizni energiyalari, ruhlari bor bu joyda. Ular ilohiy qo'riqlanadi bu joylar. Katta rahmat Surxondaryo.
Hamma bergan ilohiy sevging uchun, energiyang uchun katta rahmat. Yana kelaman deb qolaman. Xayr, endi muzika qo'ysangiz ham bo'ladi Abbos shu konsovkasiga. Farqi yo'q, qolib boshqa qo'ying. Ruhim boshli energiya oldi. Shu joyga sayyora qo'shib kelaveradida shu tinglovchilarimga, kuzatuvchilarimga shu kadrlarni ko'rishsin deymanda. Xuddi men bilan birga sayohat qilganday bo'lishsin deb shu har bir joylarini o'qigim keladi, bo'lishgim, ko'rsatgim keladi. Gap yo'q, manzara tog'lar, boshqacha tog'larda taram kemalar kelatyaptilar. Taram boshqacha tog'larda, Xitoy tog'lari. Hamma joyda avliyolar bor ekan. Bu yerda ketdik. Tepalikmi? Mana haykal qilgan. Ha, haykal. To'xtang. Ana. Nima boysun. Boy ham oluvdim aytmoqchi kelishimda. Da. Bo'ldi, boysun tugadi. Ha. Sherobod boshlandi. Katta rahmat Boysunga. Assalomu alaykum Sherobodga. Xatak degan ham joy bor ekan mana bu yerda. 5 erkak degan qishloqimiz bor ekan. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بخير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات